Assalomu alaykum. Xudo xolasa mana Fit City komandasi. Komanda ham seriozniy. O'zbekistonda klassik bo'yicha chempion, men fizik chempioni, klassik fizik chempioni, men ham xudo xolasa klassik fizik chempioni. Bular bilan xudo xolasa bugun oyoq mashqlarini bajaramiz. Har bittamiz o'zimizni nimamizni уровеньni chempionlari, xudo xolasa cho'tki тренировка qilamiz. Let's go. Тут уже характер должен работать. Chempion meri bu odam. Selda maqsad oldingi. Intilib yashaysiz, nimaga do'st hayotda? Buzib qo'ygan kuningiz miyada o'ylab yotadi, bilasizmi? Rezultat hammada zo'r ketaveradi. Intilish bo'lsa bir-biriga. Formani qaranglar, просто chempion bo'ldi absolyutni. Ana, O, bir qop go'sht. Biomexanika boshqacha bor. ha? Biomexanikasi boshqacha deyman. Yaxshimi? Ya, yaxshi. Непривычно, да, Жанчон? Сразу двигайтесь. Там надо помучиться, Там, да. чтобы выжить. Там такое сокращение нету, на самом деле. Yo'lda karotkroq, qisqaroq. Buni mana bunaqa ishlash kerak. Chiqing tezroq, vaqt o'tkazmasdan. Hadi. 15. Yaxshi, bosilur o'tkazdi narsa. Yaxshi. Ancha slив qilgan ekansiz-da, unaqada. Ancha, почти 20 kilomi? Söylediğinde başlayalım. Ves nechi bo'ldi hozir? Ha? Ves qancha? 117, 118. tashlabsiz Ha. Tushga hali boshlamadingiz, zosh. Endi. Endi sekin-sekin. Hozir 124 edim, endi mana yani chetlarni olib tashladim, sekin mana bolli o'rtacha freski keldi. Shu. Следующие соревнования когда говорит? Keyingi musobaqa keyingi yil. Hozir глубокий massa nabor. Ko'proq go'sht yig'ib, такой NPC'larga, Yevropalarga borib chiqmoqchiman. Klassikdami, brat? Xudo xolasa, klassikda bu yoqda debyut qilaman. Mensi уже boshqacha. Не, то, что ноги хорошо качаете, за это так Да. сказал. Сузаки? Yo'q. Опа. У меня есть. Man xudo xolasa Amerikadagi amateur Mr. Olimpiyaga tayyorlanyapman. 21-23 sentyabr bo'ladi, xudo xolasa. Bu safar o'zi bilasizlar, chiqdim. Endi bu safar oltin medal bilan pro kart olmoqchiman. Xudo nasib, mana bolalar bilan Xudo xolasa. ana trenirovkamiz ham agar Instagramda kuzatsanglar, bizning komandada mana shu trenirovka bo'ladi. Bitta odam burchaklarda yurmaydi. Masalan, oyoq qilyaptimi? Mana bu odam shortikda chiqsa ham biz bilan oyoq ham bosaveradi, podderishka bo'ladi. Ko'pchilik billa qilsa, bir-biridan соперничество bo'ladi, zo'r ketadi trenirovka. Shuning uchun men Abbos akam, Shoh Abbos akam, men Jasur hozir bitta endi qizyapmiz, hozir trenirovka bo'shlik bo'ladi. Xudo xolasa. Let's go. Подушка безопасности bo'lib yotdi. Ноги базуки-da. Молодец, мощный. Ko'z tegmasin. 18, 19. Voy. Abbos galis. Nechi turibdi? Bu 2 tugadi. 2 tugadi, 3 ketadi. 3 boshlaydi. Endi yaxshi qizyapti. Mana. Давай. Xudo xolisa bu yoqqa endi bizda ham massa bor. Keyingi yilga tayyorgarlik. Keyingi yil xudo xolisa международный xalqaro
musobaqalarda qatnashib, yaxshi forma ko'rsatish niyat, xudo xolasa. Ke. Qanday bo'ldi bu musobaqacha? Musobaqachada. Menimcha musobaqacha emas tag'in. Musobaqa duri. Qalay? Zo'r, конечно. Maza qildim. O'zimga. Yaxshi forma Ha, ko'rsatsa, yaxshi. Zo'gish, ha. Xudo xohlasa. Bitta kishining xizmati emas. Shunaqa, ha. Ha, endi bu yoqda Yo, hamma biladi, komanda bor, ha. zo'r Shunaqa, bo'lgan. zo'r, xudo xolasa. Nima musobaqaga chiqyapsiz? Xudo xolasa Aziya sentyabrda. Mana shu sentyabrda Aziya, xudo xolasa. Ha, Bangkokga anaqa Timur aka. Xudo xolasa. Men bor, komanda bor, xudo xolasa. Keyin Mir nasib qilsa, keyin sizlar orqangizdan boramiz. Siz ham sushkada ekansizda unda. Hozir yengil sushkadaman. Aha. Endi yana nabor bo'ladi ozgina, keyin polностью, xudo xolasa. Etapimiz почти bir Bir xil pachda. Nechinchi sentyabr? 22 ketamiz. 23. Ha? Yo'q. 23 bo'ladi bizaniki ham. 22 itib ketamiz menimcha. Ha, Uch ketamiz. Sentyabr musobaqa. Xolos 22 dan 28 gacha. Ha. Bir Sizlarniki bizdan keyin bo'larkanda. Xudo xolasa. Sizniki 21 registratsiya, 23 chiqamiz uchun. Ha. 2 kun загрузка bo'ladi-da. Ha. Bu yoqda ham shunaqa menimcha. Xudo xolasa. Aka necha yil stajingiz endi? Trenirovka dedi. Ну, professionalni 3-4 yilda. Общий. Общий yoshligimda birinchi karateda boshlaganman. Ha. 9 yoshimda Kyokushinkai bilan shug'ullanganman. Va 8 yilcha. Kachgacha. Kachga shu bir vaqt o'ziga ulanib ketgan. Menga kerak bo'lgan sababi Общий Chunki- necha yil? hop 2099 2010 dan где-то. 2010. 2010 sal boqyolg'anda 2008 desam bo'ladi kachgan. Da? 2008 da. Ha, ko'ryapsizlarmi? Где-то 17 yil, 18 yil trenirovka qilib, Shunaqa. hozir mana yoshlar trenirovka qilib chiqyapti musobaqalarga. И сразу nima bo'lmayapti, tuda-suda deydi. Mana sizlarga misol 17-18 yil trenirovka qilib, mana endi piklarini qilyaptilar. Bu nima Shoshilish deydi? kerak, Tez bo'ladigan narsa emas. Shoshiladigan protsess emas bu. Ha, sekin. Mana hozir chempion bo'ldilar, xudo xolasa Osiyoda ham chempion bo'lib keladilar. Nasib. U yog'iga уже Amerika taraflarni ham zabt etish nasib qilsin. Nasib, rahmat, ha, xudo xolasa. Billah. Manigalimi? O'zingiz gapiring. Sizda necha yil bo'ldi boshlaganingizga? Sinuvlar Maniki prям ham o'sha siznikidagi vashi 7 yoshdan sportdaman. yoshligingizdan. Lekin kachka bo'lmagan. Birinchi endi boyovoy iskustvolar bo'lgan. 8 yil barba, 3 yil boyovoy sambo bo'lgan. Keyin kachasiya qilishni boshlaganman. Bu xudo xolasa 2018 boshlaganman trenirovkani. Imенно kachatsani. Lekin shu payt ham yaxshi formada edim. 82 mana shunaqa kilogramm edim. 2019 birinchi marta musobaqaga chiqib, juniorlarda yutuvdim xudo xolasa. Mana o'shangacha ham sekin kelyapti xudo xolasa. Zo'r, to'stayman. Yaxshi. Qani ketdi. Bu hop hali yosh nasamda, hali oldinda buniki. Xudo xolasa, vashcha zo'r bo'ladi, xudo. Sog'liq bo'lib tursa asosiysi. Bittadan. Aka. Ketdik. Hozir qancha o'tiribsiz? Meniki 5000. 5000 hali. Shunda ham vesda shonmanda. Manda hozir 2,5. Yo'q, 2,5 hafta bo'ldi. Bitta formatda ko'ramiz. To'g'rimi, kanka?
Hozir ular sudetsasini ozgina cho'ng olgan deyman. Hozir nima qilish kerak, qanaqa qilish keraklik, общий plan bor. Eng muhimi massani yo'qotib qo'ymaslik. Italiya foto bo'lmasligi. Bunda turganda bilasiz, ana X-obrazli forma bo'lsa, ketdi u yog'iga ketaveradi. Shu manga kecha aytishdi. 5 kilo хотя бы tepaga olish kerak. Ha, Bular Amerika. shunaqa. Mashinasi aytdi, dolomitiya mashinasi aytgan. Bitta ikkita ko'rishga so'roqda keyin yig'ib hozir borsa bo'ladi odamlar. Lekin anaqa YouTube'dan anaqa kamda. Aka mana borganga yarasha medal urib kelish kerak. Просто borsangiz, keyin o'ta olmasangiz, o'ziga ham ruhiy o'ta qattiq davlenadi. Qani? Bundan keyin yana bitta bor-a? Nega 4 edi? Да? Nima yuz qilmadik? Jasur, сколько лет занимаешься? Ya, O'zbekcha ayta olasan? na, полный. Butun umr можно сказать. Yoshligimda Вообще, сколько лет тебе, Jasur? mangami Всем всегда интересно. 35. 35? 35. 35 yoshga ko'rinish zo'r lekin, xudo xolasa. Ha. Endi Yoshligidan. Abbos akam ham necha yoshsiz aka? Ha? 35. Ye bila. 35 lar zo'r ko'rinar ekan. Aka siz necha? Bu yil xudo xolasa 32. Ha. Lekin mana yoshlariga zo'r ko'rinyapti. Kachka сколько лет, брат? Kachkami? Chista kachka. Kachkaga уже 17 yoshdan qatnashishni boshladim. U bila, staj немалый, короче. Da, ko'p emas. Professionalni kirib kelganimda 29 yoshdan boshladim. Ha. 29 yoshdan birinchi musobaqamga, серьезный musobaqaga Anton Pirov olib borganman. Kirgiziyaga, Aziyaga. Da. Там какой место занял? Отбор ham o'tolmadim. Серьезно? Ну, Birinchi martaga отбор o'tolmadim. No, lekin birinchi martadan keyin tushundim qanaqa bo'lib olish kerak. Ikkinchi marta Aziyani urdim, eslasang, 2023da. Ну, опыт har doimgidek опыt. Da. Удачный Abbos akamniki tushdi. Endi nima bolalar nimaga boyagi gap tez chiqmoqchida bolalar. Mana menga sal yosh avlod menga gapiradi, mendan ham kichkinalar. Amerikaga ketmoqchiman, tuda-suda deydi. Rебята, men sizlarga удачи tilayman, chiqinglar deyman. Lekin buni orqasi qo'pol aytganda o'ta qattiq mehnat yotadi. 15-16 yil, 20 yil desa ham bo'laveradi sportda. 18 yil. Akam ham 10 yildan ko'p kachka qiladilar, xudo xolasa. Mana endi zo'r rezultatlar ko'rsatishyapti-da. Menda почти 10 yil bo'ladi, xudo xolasa. 8 yildan beri qilyapman. Endi o'shaning uchun ham mana nima deydi? Instagram yaxshi, lekin realniy bo'linglar. Trenirovka qilinglar, rezultat ko'rsatinglar, ketdi dalishi chiqib ketaveradi. Instagramda zo'r musobaqada bo'lmaydigan bo'lsa, unaqa bo'lmaydi. Shuning uchun Maşallah, bitta olayım maşallah. Ne yoshi shu maşallah. Qancha qilmadim? Yo'q. Bu oyoq buni tutiribman, ustozimman, zadaniya berishlar. Choy oyoq. hozir zo'r qizib oladi, vipdan ketadi. O'shuni qilmoqchi qilgim kelgandi o'zim mana. Ha. Meniki aka, mana shunaqa. 2 marta oyoq qilaman-ku. Haftada. Sreda kuni u menda 12 diapazondan 8 gacha. Тяжелый веса. Суббота у меня проработка. Но kichkina ves mumkin emas. O'shanda ham, ha. Серьезно vesda, вот mamita qilganimizdek. Tushunarli. O'rtasi ham 20 tadan, no maksimal vesgacha. Tushunarli. Здесь hozir takzi uramiz-da. 20 tadan. Orqa oyoq zo'r.
Abbos akada orqa oyoq domiнирующий. Mani galim? Jasur. Na samom деле hammani nimadir joy yetishmaydi, baribir. Kimnidir oyoq orqasi, oldi. Hech kim ideal deb bo'lmaydi, na samom деле. Shunisi bilan qiziqda sport. Zo'r-ku. O'sha ustiga ishlab borasizda. Ideal bo'lsa qiziq qolmaydi, misol uchun. Nima foydasi bu? Sizda oyoqda muammo yo'q. Oyoqda muammo yo'q. Tepa. Qanotdan separatsiyasi bo'yicha ham muammo yo'q, ozgina Glubina. go'shtini oshirsa, qo'lda основной, Qo'l, ha. Yelka. yelka ham yaxshi. Qo'lni vidini katta qilsa zo'r bo'ladi. Bo'lsa. Именно Nasib. qo'lni o'zini, grudnoylari ham ko'tarsa, lekin taksisi zo'r. Vau. Sig'mayapti-ku. Orqadan ham olib o'tib qo'yadimi? Abbos, sizga. Qaniki oyoqda ham muammo yo'q-ku, Yo'q. lekin orqa bitsiz bidrani yana o'stirsa yaxshi bo'ladi. Xudo xolasi Mehnat, joylagan. mehnat. Boshqa hech narsadan so'q. Sekret. Нормальный. Квадрат, слишком За счет квадрата, да, там, да, закрывай. Oldini, orqani o'stirsa zo'r bo'ladi. Endi PCT komandani по-моему hamma filialida O'zbekistonning hamma chempionlari ishlaydi shekilli. Ha? Da, Ben Sergelida ham bitta ikkita ukalar bor. bor. O'zini kategoriyasining chempioni. Ha, akalar bor. O'zini kategoriyasining chempionlari. Chimgandem bor. Anani legenda. Valna sevdi o'zini. Ha. Nima? Dolishot. Chempionimiz bor. Men sizni bir tanitib qo'yay. Farhod akamni, Manga nima? Farhod akamni ko'plar esdan chiqargan bo'lsa, 2021 chempion meri bu odam. Legenda odam biz uchun. Xudo xolasa. Endi hozir bir ikkita masalalar bo'lgani uchun ozgina sportdan chiqib, professional sportdan chiqib turibdilar. Xudo xolasa mana comeback qilyaptilar yana. Yana chempion meri bo'lasiz aka. Albatta, harakat qilamiz. Motivatsiyani qanday berish hisobda. Сколько? 20 ta? Da. Da, Jasur. Bitsiz, bidra, oyoq o'zi faqat mnogo повторкада ishlaydi-da. Endi separatsiyalari mana bu chizilishilar. O'zi masalan 10 tadan pasi bo'lmaydi o'sha. Da. Mana bu именно mana bunaqa trenajyorlarga 10 tadan pasi bo'lmaydi. Hatto 12 ta, 15 ta, 20 tada. Даже o'sha musobaqadan oldin ham bir oy qolganga faqat mana shuni qilardim. Bittalab kelardim. Yengil vista 20 ta har bitta 100 ta orqasiga, 100 ta oldiga. Sonra kardodan keyin o'sha belni sechgani keyin. O'shaning uchun ham oyog'ingiz жёсткий bo'lgan. Yo'q bu narsa. Qarayapmiz, chiqmayapti-da anaqasi. Ha. Давай много повторка. Berdi o'sha narsa. Oyoq o'zi много повторкада zo'r o'sadi. Bir 2 hafta chiday qolamiz, masalan. Maza? Mosh 3 haftadir. Keyin boshlanadi azoblanish xizmati. Sushka oson emas, ham deydi bor-ku. Sushkani qilib ko'rgan biladi-da. Mana juda oson o'ylardim boshida. Yo'q. Это Тима так. Boshqa dunyo, umuman boshqa dunyo. Siz qancha yaqin qolgan sari Vashshi, organizmda hech narsa qolmaydi-da. Glikogen, suv, yog'. Nega vashshi amallar ishlaydi, nega amallar. Nega joyida bo'lmaydi, baribir o'sha narsani qo'yayki, selda maqsad oldingi. Intilib yashaysiz, nimagadir hayotda. Sportsmenlar shunaqa bo'lar ekanda. Nimadan to'xtab qolsa, baribir keyinchalik nimadir qilib yurish kerak odam.
Manda mashina sol maqsad bo'ldi. Chunki shunchaki trener bo'lib yurish qiziq emas ekanda. Maqsad borda hozir musobaqachi. Chunki yoshligimizda sportda biz. Kalifani chiqardi yo'q bu yoqqa. Endi hozir bu. Xudoga chotga hammasi. Jasurmi sizmi? Siz. Jasur bo'ldi. Jasur bulardan keyin qolibdi. Lekin bu sportda yoqadi menga, yomon yoqadi. Buni ko'rgan biladi-da, o'qib. Ha. Qilmagan tushunmayman seni. Nima nechun o'zini qiynaydi? Yo'q. Uni qistagan odam Menga bu sportni o'zi главный tarafi, yoqadigan tarafi forma другой дело. Eng главный yoqadigan tarafi har kuni nafs bilan kurashamiz. Har kuni kunning oxirida отчет bo'ladi miyada. Nafsni yenga oldingizmi, yo'qmi? shunaqa. Yengan kuningiz o'zidan mazza qilasiz. Ana go'rdik bo'lasiz. Shunaqa. Buzib qo'ygan kuningiz miyada o'ylab yotadi, bilasizmi? Mana yeb qo'ydim. Hatto o'sha ta'sir qilmasa ham, ta'sir qilmasa ham o'sha narsa. Masalan, u narsa ta'sir qilmaydi deb qiladi, ikkinchi marta qiladi, 3 marta, oxiri musobaqada Ko'rinadi. billa turadi-yu, qaraydi. Nima bu bola mendan jo'skiyroq deydi-da. Anolarni bilib turadi ichida buzganlarni, lekin uni eslamaslikka harakat Kech bo'ladi, qiladi. o'zi kech. Shuning uchun bu sportda eng zo'r tarafi men uchun nafs bilan kurashish. Har kuni kurash. Va bu narsa mana musobaqadan musobaqagacha emas. Butun umr. Nima? O'shanisi menga kayf beradi bu sportda. Bu nafs bilan ovqatda kurashgan odam keyin xohlagan turdagi nafs bilan kurashaveradi. Chunki ochlikdagi nafsi eng kuchlisi bo'ladi-da. Shunaqa. O'shandan keyin agar mana masalan pulda, boshqada, hayotda, ko'chada nafsi ushlab yurgan odam ketaveradi tepaga qarab. Nima deysiz-ki? To'ppa-to'g'ri. Oxir natijani ko'rgandan keyin mazza qiladi. Shuncha mehnat qiyinchilik spitaysan. To'g'ri. Mazza просто. Bosayki. Ma'lum etdim-da, bugun maqsad kimdandir ko'p qilish shart emas. Komanda tajriba almashish. Mana shu. Bizda har shanba mana shunaqa trenerlar billa qilamiz oyoq. Zo'rda bu. Masalan, 20 ta qilsam, masalan, bular 18 ta qila olmaydilar-da o'zi. Haqiqiy sportsmenda ichida anaqa narsa bo'ladi. Men bundan kam qilishim kerak emas. Bu undan kam qilishi kerak emas. O'shanda rezultat hammada zo'r ketaveradi. O'shanda bo'lsa bir-biriga. Bu yomon niyatdan emas, yaxshi ma'noda. Zo'r bu. Zo'r narsa bu. Chisi ani. Konkurensiyada shunaqa sportivniy Anaqa bo'ladi, interes bo'ladi-ku, bir-biri bilan соперница o'shunaqa. Давай, aka. Ishlang. Ko'taring, давай. Давай. Rost bunchalik og'ir qilmaganman hali. Ha, endi aka mana qarang-da. Mana shu. Agar bir o'zi zalda bo'lganda, buncha aniq Yo'q, qiynalib yo'q. qilmassiz-da. Komandalar shuni yaxshi поддержка bo'lgan, motivatsiya. Davay deydi, Zo'r, qila olasan deydi. Odam o'tib ketaveradi-da. Odam bir o'zi bo'lsa, barib odam zotda shunaqa narsa bor, o'zini o'zi asrash anaqasi bor. Instinkt borda shunaqa. Kamroq qilaymi deydigan bo'ladi. Ozgina 10 ta qilsam yetadi deydi. Shuning uchun har doim o'zingni kuchinglar bilan transfer qilaydi, mana kuchlisan. Omad bersan, havas qilaman, zo'r bola, vashshe. Kelajagimiz xudo xolasa. Aka, hammamiz Kelajagimiz. mana shu chiqib ketaylik deyman-da. Mana shu O'zbekistonni ko'tarishimiz kerak. Lekin ular uchun transfer qila olmayman, shuning uchun единицаlar chiqadi-da. Shunaqa. Masalan, Shunaqa. billa qilib ko'p odam Отборныйлар. juda olmaydi, bilasiz. Shunaqa. Давай.
Mana shuni o'zi kirsa bo'ladimi? Qo'l. Hozir keyingisan boshlaymi? Jimdagami qilamiz? Давай. Bandmi deyman? Hozir so'raylik. So'raylik qani, nima deydi? Когда ты будешь делать, мы тебе свободно сделаем. Что будете, жимногами? Да. У вас нету по списку жимнога, у вас выпады Но пацанов травмы. На самом деле, yosh muhim emas-da sportda. Bu shunchaki raqam, sifr deydi-da. Mana necha yosh Valera? 43. Formani qaranglar, просто chempion bo'ldi absolyutniy. o'zi, naоборот, yosh ham muhim, qaysi ma'noda? Opit ma'nosida. Optimal o'sha ham o'sha raqam bu shunchaki-da ba'zan vaqt qanaqasi bo'yicha. Abbos sizga boshlang. Let's go. Chempioni. Oyoq qanaqa qo'yamiz, o'qo? Lekin shiroki, lekin Shiroki chuqur tushirish. Ha, bo'ldi. Aka, mana shunda ko'tarilgan holatda urasizmi? Tushiramiz. Shoqoboz aka, tushirsangiz bo'ladi yana. Ana. Shu. Ana. O, Mana shunaqa aka. bo'ldi. Agar ko'rgan bo'lsangiz, men bunaqa texnikaga o'tib ketganman. Ana, hammasini katta amplitudada ishlashga. Kristyanani ham ko'rgan bo'lsangiz, Глубокий, да. vakansiya o'tiraman. Aha. Chunki Mirovoy bodybuildingni ham ko'rayotgan bo'lsangiz, texnika shunaqaga o'zgargan. Mana Nik Walkerlarni ham ko'rsangiz, Hammasi. o'ta chuqur tushirib, Shuni men o'zimda sezdim, oyoqlar yana o'sdi, Yana ham, glubina bo'ldi. O'shanga nima, aka kimga hali bularni? Mashvesmi? Aka, men buni qisib olsangiz bo'ldi, zo'r ketadi. Yo'q, Haligini. Xo'p. Ha, ehtiyot bo'lib. Ha, tortib, sekin. Abbos aka, ozgina tushirsangiz bo'ladi yana. Hozir ochilsin-da, ozgina ochilsin. Chunki tortotida ichkari. Ha, hozir qizib ketadi. Mana. Bo'ldimi aka? Молодец. Orqasi 40-15 ta. Shu 20. To'p bo'lmasam yaxshi. Один спусти. Давай. Yaxshi. Uy. Он уже касается. Характер, тут характер уже, характер, блядки. Характер. Не, на нижнюю опусти. Давай, Jasur, Давай, молодец. О, молодец, Jasur. Вообще красавчик. Зо. Так, добавим, да? Давай. Hazırlagan. Hazırlagan. Bitta qarab qo'ying. Ha. Abbos. Yo'q, bo'ladi. Aka, mana bunaqa postanovkada bitta qilib ko'ringlar. Pasta. Pastiga, Davay. oldiga zo'r beradi. Ana, o'sha sal pastroq. Bo'ldi, mana shunaqa Davay. postanovkada. Oyoqni uchi bilan itariladi.
Давай. Именно kvadritsepsga zo'r berdi. Mana bu kvadratga zo'r. Ha. Ehtiyot bo'lib, Ha. Qo'shmasdan. zo'r ishlaymiz aka. Voy, krasavchik. Давай. Lekin zo'r tushyapti aka. Zo'r. Давай. Hatya bu 15 ta. Nechta bo'ldi? Давай, Давай, класс. бейте. Ketdi. 1. Давай. Тут уже характер должен работать. 2. Давай, босс. 3. Спокойно, давай. 4. Вообще gerek yo'q. Bitta, давай. Uy. Молодец. Вот, да получили. O, bo'la. Uchlarini otdi. qilaman. 20 qiladi hozir. Давай, 3 ta yana. Ketadi, boss. 1. 2 ta. Uy, 2. Bitta, давай. Красавчик. Молодец. Вот тут уже характер. Характер что. Молодец. Sh. Молодец. Ha. Oyoq yursa bo'ldi keyin aka. Что сейчас будет, надо? Что Сабрин? Qani nima bo'ldi? Можно здесь вот, градус. Abbos aka tushirsangiz bo'ladi. Manda qo'ymayapti. Da? Qo'ymayapti. Ha. O'sha qo'l qo'yma. Qo'yaptimi? Давай, молодец. Sekin. Vo, ana. Siz tushiring, biz yordam beramiz, ozgina. Вот так. Sam. Во, ana. Молодец. Сколько? 20. Всё. Давай, Джаз, давай. Можешь. Спокойно, можешь. Живот держи. 15 tadan tushdi. Давай. Разочек. You can. Красавчик. Что там? Живот вываливает. Дышит, наверное. Загрузился, давай, Зохов. Go. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Go. Молодец. Shazum. Abbos. Bitta narsa-da mana krossovka, oyoq kiyim. Bunda ham oyoq ishlayotganda ko'pchilik begovoy krossovka qilib oladi-ya, bilasizmi? Tegi yumshoq Вот именно. bo'lmasligi kerak. Mana shunaqa oyoq, uyda bunaqa oyoq, bunda baribir. Nima, bir xil payt ko'rgan bo'lsanglar, biz oyoq yalang ham qilib yurgan bo'lamiz, noskini o'zida. O'sha o'zi eng zo'ri. Aslida. Agar mana krossovkalar bo'lsa bo'laveradi. Tegi past bo'lsa, Qattiq bo'lsa, podошвасы. qani aka? Mana shu bundan keyingisi haqiqiy podxodlar bo'ladi. O'sha. Bu hozirgi Давай. Не видно будет. Ketdi, давай. Shoshmasdan ketdi. Bismillah, давай. Давай. Go. 1. Sekin pasang. Shoshmasdan, давай. Обратно oling. Montat. 2. Еще zo'r. Давай. 3. Vo. 4. 5.
Davay ketdi aka. Bismillah. Qani? Qo'rqmasdan tushiravering aka. Hech narsa qilmaydi. Ha, tushiring. Sekinroq. Sekinroq. Sekin. Qachishni bering. Tak. Давай. Vay. Все. Теперь мне стало плохо после. Сейчас. Давай, Джаз. Yeah, buddy. You can, давай. Yiyip. Ha, uşaq, qo'rqma. Bir. İki. Вообще зор. Üç. Зор. Ще. Beş. Сам можешь, давай. Bo'ldi, men fizikliga qo'man. Olmadı men siz hakikaten. Сколько там? 8. 12 yil, хватит. Давай. Характер. Тут уже давай характер. Включай. Уи. Можешь, Джасур. Давай еще 3 раза. Раз. Давай. Машаллах. Уи. Да, разочек. Оп. Красава. Два. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Давай. Ver. Gel. Давай. 3. 4. Ah, bo'ldi. Voy. Shunaqa tuyuladi o'zi. Masalan 5 minut o'tib ketdi, o'tmagan bo'lsa agar. Bitta qo'shaylik aka. Hozir, o'sha Abbos думает. Men aytdim уже. Ha, еще по одной. Что, добавим? Let's go. Да, поможем, давай. С Аббоса очередь, давай. Потом ты keyin pastga qo'yasiz-da. Bu yetmayapti. Nasıl? Давай, shoshmasdan. Kontrol bilan. Ha, sekin. Yo, ver. Shit. 2. 3. 4. Вообще зор, давай. 5. Давай, Abbos, давай. 6. Zor. Ha. 7. 'Давай. Zo'r nalit qilibdi, ishi. Yo'q, hali ham загрузкам uncha emasda. Hali ham kola yeb oldi bitta. Ha? Kola bilan snickers. Ya, bari hali kadrga ishlash kerak, bilaman.
Yaxshi lekin. Qani? Ha, go'sht chiqaradi. Mana. Kvadramanda. Manda mammalari ham katta bo'lib ketgandi. Ha mana. Всё, да. Bismillah. Qo'rqmang. Manda mash bo'ladi. Mana shundan qo'rqyapman-da baribir. Ha. Bo'lmasa zo'r. Давай. Bap. Go. Ya, Yeah. Bismillah. Uy. Bir. Uy. İki. Давай. Üç. Давай. Dur. Давай. Arnold Classic. Давай. Beş. Oldu. Yeah. Вообще мощный костюм. Давай. Давай. Это. Молодец. Иншаллах. 8. Uziz, давай. 9. Давай, кетти, давай. Молодец. Красавчик. Вот это надо чуть-чуть поближе ставить. Нормально так? Давай. yaxshimi? Четкий. Trenajyorlar yaxshimi? Ya zo'r. Uni har kun mashq qilardimmi? Sushka vaqti. Ertalab kelaman, hech kim bo'lmaydi. Panata Oltiga. postmi? Panatada? Qanday borib? Yozdan o'kuni. Zo'r. Ha. Na samom deyli, forma qilish uchun panata, drax rol o'ynamaydi. Ha, Asosiysi mehnat. Bo'ldi. Oddiy misol, Mr. Olimpiyadan oling. Dorian Yates misol uchun Arnoldda juda naq trenajyorlar bo'lmagan davrida. Liga o'shal chempion bo'lgan vaqtida. Ha, sizga olasiz. Opa. Fititini hamma trenajyorlar zo'rda, topovый. На самом деле. Hammasi подвязlangan. Все рабочие. Конечно. Faqat mehnat qilish kerak. Trenirovkani qoldirmash kerak bo'ldi. Вот именно, вот mana bunaqa tempda. Вот. Сейчас. Abbos. Этот, кого женится, что ли? Твой ученик. О, хорошо напомнил, да. Когда он будет? Не Камол, а его братишка там. Какой день? 15 kilogram shiroki olib. Сегодня kamida qo'shganim ma'lum hozir. Voy, bana 55 ta. Yo'q, kamrog'ida. Kamaytirdi Jasur. Ha, Jasur kamaytiribdi, 55 edi. Qo'shamiz. Qaranglar, mana live uzumchida. Qo'lcha sal yopamiz. Hech kim yordami kerak emas. Otga mingada minamiz. Bo'ldi, mana shundoq. Hop. Tushga bitta shuna ko'taramiz, bo'ldi mana. Nechta men o'zim uchun shunaqa qilaman har doim. To'g'ri, amplituda kichkinaroq bo'lishi mumkin. Lekin menga yoqadi mana shu narsa, to'g'risi. Qo'yishga ham oson, minishga ham oson. Давай. Ш. Вай. Сводит, да? Zo'r. Bitta shuni ko'taring o'zingiz. Ha, shunda ko'tarasiz, bo'ldi. Da ладно. Ладно, menga vashq qilyapman shu boru.
Mana ham chiqmaydi. Jasur, мы чуть-чуть закрыли вот это. Чуть-чуть поуже сделали. Ну, чтобы зайти. Ну, конечно, там, блин. Ты по полной, блин, вкладывался. Конечно, красавчик. Spagettis bo'lsa kerak, menimcha. Yo'q, nimaga shubha? Qo'sh faqatni yo'qmi? Qanday qilib ochish kerak? Shu o'rganganman mana shuni. Yo'qdan har doim o'zim shunaqa qilaman. Qulay menga mana shunaqa qilish. Va hozir tushunsa bo'ladi misol uchun. Yig'mi? Как будто harakat qilmagandek tuyuladi sizga. Xastalanib bo'lib. Hech nima qilmayaptimi? Давай, Jaz, давай. Да, прямо опасно. Так, sizda galis. Уже to'g'ri, уже bu. Давай. Olishga ham qo'l bilan yordam berasizmi? Mundoq qilib keyin oxirida. Ketdi, bir. Вот. 5. Como poi? Al. Yoldaşını yaptın? 30 boshlaydi. Давай. Keyin 20 ga o'zgartirdi. Bu ham 20 tadan bosamiz. Bu ham bodybuildingda rosa kerak narsa. Eminna musobaqaga chiqadigan atletlar uchun ham emas. Oddiy odam uchun ham kerak narsa bu. Chunki hamma ягодичный mishsalar o'zi hamma vazifani bajaradi. Shunaqa. O'sha yaxshi ishlansa o'tirib turishga, hayotiy yurishlarga, zinadan chiqishlarga ancha yordam beradi. Даже yosh kattalarga ham kerak narsa. Qon aylanishiga. To'rt. 5. On. Давай. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Shahoboz aka, let's go. Давай. To'rt. Давай. Zaynab bu yoqda tomirda bor. Mana shu yerga olmayapman deyman-da. Vahshiy boshqacha bo'ladi, ощущение. Arnoldda bir marta shunaqa bo'lgandi. Короче, отборdan o'tdim. Xo'p, 5 talikdaman 100%. Bax aka, Shohruh aka, Ibrohim aka pitsa yeyishyapti-da. Berinchi dedimda, hammasi bor-ku, bitta katta. Yumaloq. Bunda bukladimda, bittasini o'zim yeb qo'ydim. 10 minut o'tar o'tmas oyog'imda bor-ku, просто yotaman, жестко his qilyapman oyog'im. Klikagan bo'ladi-da o'zi. Men biladi, zaliti bo'ldimi deb bitta otsam jo'lan. Tomir. Mashina bo'lyapti. O'sha video hali ham turibdi, hozir ko'rsataman. Вообще zo'r. Yana siz. Yana siz. Cho'ta biza qilmayapmiz, ha? Mana Mana videoga olman buni, videoga. Xalas. ularda anaqa risk qilmas ekanda ular. Hammasi правильный qilar ekanda. Mana yeganimni ko'rib, bular ana tomi ketib qoldi-da. Babank ketdi. U ham до конца sushka qilgan odamda ishlaydi. Shunaqa. U ana sal suv emas odamda Shunaqa. вообще zaliti qilib yuboradi. Organizm och qolib, o'sha narsaga muhtoj bo'lganda До конца bersa. suv odamda
Shunaqa buzib yuborsa ishlaydi. Shunaqa. Ye. To'g'rimi? Ye, aka. Qo'shmadi ya? Qo'shik. 10 taqamizmi? 10 mi 20 mi sırası? 20 ta. Davay. Boss o'zi zo'rg'a yuribdi, brat. Olsa ko'ramiz ha. O'zi zo'rg'a yuribdi, yana video olsak. Bismillah. Ha, aka. Bir. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Хорош. Zo'r. Şey. Давай. Let's go. Islom, qani Islom? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Зверь. Uy, maş. 2 Bizada na samом деле mana shunaqa Jasurbekka zo'r menslar ko'p, no bir xil o'ylaydi. Men oyoq bo'lmasa men sizni chiqarib bo'ladi deb o'ylaydi. Я. Mana men stoyog'i. Давай. 20, давай. Твой очередь, брат. Давай. Shuna qildingmi? Shunaqa to'rinchisi ketadi hozir. Davay 20 ta qilib chiqarim. Biz hammasini 20 tadan qilyapmiz. Jasur endi desa. Ha, yo'q, shu vestni emasda biz bilan uni. Сейчас сколько весишь, сейчас? Вес какой сейчас? 103. Ну, блин. Да 30 кило, блин. Afzal. Крепкий орешек он, блин, молодец. Тут уже опыт, да, вот, ну, накапливается. Тут не возраст, не вес, на самом деле, роль играет. Опыт, практика, блин. До касания прямо. Касание быстро. Давай. She. Qo'shik. Qo'shamizmi ho bitta? Ana o'sha zo'r beradi endi. Lekin mana bu 20 ta yondi-yu. Bunaqa qilish kerak, anaqa qo'yishga ting video bor, o'sha qo'yib yuborish kerak hozir. Ana stolga o'tirsa ham egilmasdan o'tiradi, deydi mana. 20? O, молодец. Lekin вообще ish ketdi. Я через клизму буду стать тебе. Давай. Beş. Oldu. Bitti. 8. 9. 10. Давай. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. Ой. Красавчик. Сядь.
Four. Ты уже делал, да? Ты делал, да, уже? Да? Давай, давай, давай. Можешь. Ikkilarni qattiq qilamiz, xo'p? O'g'ani jimda qilamiz. O'tirib. Ha, bo'ldi. Пять, 6, 7, 8, 9, 10. Красавчик. Абос, boshlayın. Yo'q, ikkilarni. Давай. Bu tugadi bu. Yana o'sha tema. Orqamizdan tozalaymiz. Сделали, сняли, сделали, сняли. Oldinglar, qo'ydinglar, olib qo'ydinglar orqalaringizni. Обязательно. Ha, yo'q. Ha, biz oshirib tashlabmiz-da siz bilan. Ha? Bilay. Qalay? Абос, tugadiz, давай. Yuz qo'y. Yo'q, mana bunda. Ujumda bel charchadi уже. Второй день есть, как будто бамба нет. 20 ta. Он может позвать. Для общего этого там. Да. Да, ему тоже выгодно было, нормально было. Поэтому говорит нам, давай коллаборация, типа это самое. Фит-сити вместе с Динамо. Давай, давай, bosing. Oyoq sal tomog'im bo'g'ilib qoladi. Ha. Men lekin mana bu yerda ko'proq chust qilaman ekranni. Mana, Mana bu yerdan ko'ra. u taraf ham uncha emas. Ha. Lekin bu ham kerak baribir ham. Qilish kerak. Для разнообразия. Bo'ldi, bu yerda aka mana ekranga aksent qaratib olib bitaverasizda. Bu yoqda bel bilan mana anaqa qilish kerak. Mana shu. Валера, давай. Я мог чуть-чуть качался. Конечно. Xo'p. Mana bugun trenirovkamiz tugadi. O'rtoqlar bilan oyoq kasat qildik. Bugun juda ham yaxshi bo'ldi. Produktivniy deyiladi ruschasida. Juda ham mazza qildik. Xudo xolasa tayyorgarliklar boshlandi. Endi xudo xolasa hammamiz to'yib boramiz sekin-sekin. Vohib Arnoldga, men Osiyoga, Abbos ketamiz. Xudo xolasa Valera mana boramiz. Bugun juda ham ajoyib kun bo'ldi. Xudo xolasa mazza qildik. Vohib Endi Fit City komandasini nimaga zo'rligini, hamma musobaqada nimaga yutishini endi ko'rib bilib olasizlar. Chunki biza har bittamiz trenirovka qilganda bir-birimizga motivatsiya berib, podдержка qilamiz. Bizda anaqa narsa yo'q. Fit City ko'p bo'lsa ham hamma bitta. oila desang. Oila trenirovka qilganda любой payt birga ko'raveramiz, podдержка qilamiz bir-birimizni. Даже bitta kategoriyada bo'lsa ham bolalar birga qilaveradi, bizda hammasi do'stlikka. Fit City nomer 1. Endi xafa bo'lasizlarmi yo'qmi? Baribir ham o'zini rezultatlari bilan ko'rsatib turibdi. Ha, buni hech kim отрицать qila olmaydi ham, hech kim gapira olmaydi ham. Xudo xolasa yana dal shu nomer 1 bo'lsin. Let's go. Bosamiz.